Muskus indoutkalar jo'jalari, Leghorn standart jo'jalari, Dalmatin Leghorn jo'jalari va kul rang Golubboy Leghorn jo'jalari va og'ir vazndagi go'sht yo'nalishidagi g'ozlar jo'jalari. Xormanglar, assalomu alaykum hurmatli parranda ishqibozlari, kuzatuvchi obunachilarimiz va og'ir vazndagi g'oz va Germaniya maxsus indoutka ishqibozlari. Albatta kanalimizga xos Leghorn zotli tovuqlar ishqibozlari. Bugungi video tanishuvimiz og'ir vazn go'sht yo'nalishidagi Germaniya muskus indoutkalar kul rangdagi gigant g'ozlari haqida bo'ladi. Va albatta Leghorn tuxum yo'nalishidagi zotli tovuqlar haqida ma'lumot olishni istasangiz 2026-yilni bahor oylariga qachondan jo'jalar chiqishi, sotuvga chiqishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Qani bo'lmasam bir chekkadan birinchi bu Germaniya muskus indoutkalari haqida gaplashamiz. Germaniya muskus indoutkalari bizga o'sha SSR davridan Germon degan yerlardan 1981-yillari kirib kelgan. Bu muskus indoutkalari oddiy o'rdak yoki boshqa bo'yi past indoutkalardan farqi juda jim yurishi bilan ajralib turadi. Urg'ochi indoutkalar juda yaxshi ona bo'la oladi va qimmatli dietik parhez go'shti bilan ham ajralib turadi. Germaniya muskus indoutkalari og'ir vazni bilan go'sht yo'nalishiga kiradi. Bu turdagi indoutkalarni nima uchun ko'pchilik yaxshi ko'rib boqishadi? Keling sabablarini bilib olaylikchi. Parrandachilikda eng jim yuradigan parrandalar turiga kiradi. Erkak indoutkalari umuman ovozi yo'q. Agarda erkak indoutka boshqa erkak indoutka bilan nimadir kelisholmay talashib qolishsa, janjal to'polon, qichqirish, to'polon bo'lmaydi. Faqatgina bir-biriga past ovozda pishillab qo'yishadi xolos. Shunday qilib indoutkalar jangi pichirlashib, kelishib olishadi. Qizig'i, eng baland tovushni faqatgina indoutka jo'jalari chiqarishi mumkin. Shunda ham jo'jalar tovushi boshqa bir parrandalar, g'ozlar, kurkalar, sisarkalar va hatto xo'rozni qichqirishidan past. Indoutka urg'ochilari juda ham yaxshi ona bo'la oladi. Aniqroq qilib aytganda, ular tabiatdan shunday xislatlarga ega. Bu degani siz uchun inkubator yoki jo'ja katta qilish uchun bruder kerak bo'lmaydi. Ko'p fermerlarimizga jo'ja ko'paytirishda bu muskus indoutka xislatlari juda qulay uslub. Bu uslub juda kerakli, chunki biz xohlagan natijaga erishamiz. Jo'jalar sog'lomligi va tabiiy instinktlarini saqlagan holda toza zotli jo'jalarni olamiz. Muskus indoutkalar ajoyib go'sht ishlab chiqarish, yuqori ozuqaviy qiymat, nisbatan yog'siz, minimal xolesterin. Natijada bunday go'sht ayniqsa yurak, qon tomir kasalliklariga uchragan insonlar uchun juda foydali. Vazn yig'ishda erkak indoutkasi 85 kunligida 4 kilodan 5 kilogacha, 5,5 oylikdan 7 oyligacha 6,5-7 kilogacha vazn yig'adi. Urg'ochi indoutkalar esa 70 kunligida 2,5-3 kilogacha, 6-7 oyligida normal vazni 2 kilo 800 gram, 3 kilo 300 gramgacha yetadi. Tuxum tug'ish sezoniga 80 tadan 120 donagacha. Urg'ochisi vazn yig'ishda 3,5-4 kilogacha chiqib ketishi oqibatida yog' bosib ketadi. O'z-o'zidan bu holatda tuxum tug'ishi kamayadi. Indoutkalar tabiatdan a'lo darajadagi sog'lig'i va kuchli immunitetiga ega. Bu degani muskus indoutkalari cheksiz propoykalarsiz, haqiqiy sharoitlarda osongina tabiiy ravishda o'sishi mumkin va antibiotiklarsiz tabiiy katta bo'ladigan qushdir. Bunday go'sht shubhasiz do'konlardan sotib olinadigan rangi oq, har xil kimyoviy moddalar va antibiotiklar bilan boqilgan broylerlarga qaraganda sog'lomliroq va qimmatlidir. Ana shuning uchun bu muskus indoutkalar go'shti iste'mol uchun eng sog'lom va sifatli go'sht turlaridan biri hisoblanadi. Og'ir vazn yo'nalishidagi muskus indoutkalari boqish nafaqat go'sht uchun, balki yaxshigina biznes yo'nalishidir. Bu indoutkalar g'ozlardan qanday foyda ko'rilgani haqida keyingi videolarimizda ko'rib eshitishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa ekrandan uzoqlashmang, chunki sizlarni yana bir og'ir vazn yo'nalishidagi parranda turi kul rangdagi g'ozlar bilan tanishtiramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib oling va kamtarona mehnatimiz uchun bitta dona like bilan siylasangiz bo'ladi.
Chunki video davomida va keyingi videolarimiz bundanda qiziqroq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bu parrandalarimiz fermerlarimizning eng jarangdor va serdaromad og'ir vaznli go'sht yo'nalishidagi Rossiya kulrangli g'ozlaridir. Bu g'oz erkaklari 9,5 kilodan 10 kilogacha tirik vazn yig'a oladi. Urg'ochi g'ozlari esa 6,5 kilogacha. Unda utkalarimizdan farqi bu g'ozlarni ko'p tuxum tug'ishi bilan tabiat siylamagan. Sezonida urg'ochi g'ozlar 40 tagacha tuxum tug'ishi mumkin. Lekin sog'liq masalasida g'ozlarimiz sovuqqa va har xil infeksion kasalliklarga chidamliligi bilan ajralib turadi. G'ozlarni boqish unchalik qiyin emas. Ularga quruq joy, hovlingiz bir chekkasidan joy ajratsangiz, bemalol sayr qilishi uchun va kichik bir hovuzcha yaratib qo'ysangiz bas. Ko'rib turganingizdek, bu barcha parrandalarimiz muskus indoutkalar, kul rangdagi g'ozlar va albatta tuxum yo'nalishidagi chempion zotli tovuqlarimiz 3 xil rangdagi legorn, oq, dalmatin va goluboy jo'jalariga buyurtmalarini olishni boshladik. Jo'jalar buyurtmalariga shoshiling. Biz bu parrandalar jo'jalari buyurtmasini shu 2026-yil fevral va mart oylari uchun qabul qilishni boshladik. Ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq yoki Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Viloyatlarga dostavka masalasini ham kelishib olishingiz mumkin bo'ladi. O'sha gap, g'ayrat barakadan maslahat. Erta bahordan jo'ja katta qilishni boshlasangiz, kuzga kelib xuddi o'sha jo'jalarni sanaysiz. Mana hurmatli parranda ishqibozlari, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamizki, bugungi sizga yetkazilgan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali va maroqli bo'ldi. Klass bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va omon bo'linglar.